Bugun men barcha pensionerlar uchun juda muhim bo'lgan masalani tushuntirib beraman. Tibbiy komissiyadan o'tish talabi kimlarga tegishli? Kimlar bundan xavotir olishi kerak? Kimlar esa ortiqcha vahimaga tushmasligi kerak? Chunki oxirgi paytlarda barcha pensionerlar majburiy komissiyadan o'tadi. Komissiyadan o'tmasa pensiya to'xtaydi. Hujjat topshirmagan odam pulini ola olmaydi degan gaplar ko'paydi. Bunday xabarni eshitgan oddiy pensioner albatta xavotirga tushadi. Men bu videoda masalani oddiy tilda bosqichma-bosqich tushuntiraman. Bu ma'lumot har bir pensionerga, nogironlik pensiyasi olayotganlarga, boquvchisini yo'qotgan oilalarga, shuningdek pensioner ota-onasiga yordam berayotgan farzandlarga ham tegishli. Videoni oxirigacha ko'ring, chunki ayrim nozik jihatlar bor. Qaysi holatda komissiya zarur, qaysi holatda shart emas, qanday hujjatlar kerak bo'ladi va eng muhimi, pensiya to'xtab qolmasligi uchun nima qilish kerak? Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing, chunki bunday tushuntirishlar ko'pchilikka kerak bo'ladi. Avvalo, men eng asosiy narsani aniqlashtirib qo'ymoqchiman. Oddiy yoshga doir pensiya olayotgan har bir odam har yili yoki doimiy ravishda tibbiy komissiyadan o'tishi kerak degan umumiy qoida yo'q. Ya'ni erkak 60 yoshga, ayol 55 yoshga to'lib ish staji va hujjatlari asosida yoshga doir pensiyaga chiqqan bo'lsa, odatda u faqat pensiya olayotgani uchun tibbiy komissiyaga majburiy yuborilmaydi. Lekin masalaning ikkinchi tomoni bor. Agar pensioner nogironlik pensiyasi olayotgan bo'lsa yoki pensiya miqdori nogironlik guruhi, mehnatga layoqat darajasi, parvarishga muhtojlik holati, sog'liq bo'yicha imtiyozlar bilan bog'liq bo'lsa-gan, unda tibbiy komissiya masalasi juda muhim bo'ladi. Chunki bunday pensiya shaxsning sog'lig'i, mehnat qobiliyati, kasallik holati va nogironlik guruhi asosida belgilanadi. Demak, davlat organlari va tibbiy ijtimoiy ekspertiza xizmati vaqti bilan bu holat o'zgarganmi yoki yo'qmi tekshirish huquqiga ega bo'ladi. Oldin ko'p odamlar bu jarayonni faqat nogironlik muddati tugaganda eslardi. Masalan, odamga ikkinchi guruh nogironlik 1 yilga berilgan bo'lsa, muddat tugashiga yaqin yana komissiyadan o'tardi. Hujjatlarni yig'ardi, poliklinikadan yo'llanma olardi. Shifokorlar ko'rigidan o'tardi va keyin tibbiy ijtimoiy ekspertiza komissiyasiga borardi. Agar nogironlik muddatsiz berilgan bo'lsa, ko'pchilik endi menga komissiya kerak emas deb o'ylardi. Hozir esa jarayonlar ancha tartibga solinmoqda, elektron bazalar bir-biriga ulanmoqda. Pensiya tayinlash, nafaqa to'lash, nogironlikni tasdiqlash, tibbiy xulosalarni tekshirish kabi ishlar ko'proq nazorat qilinmoqda. Shuning uchun ayrim pensionerlarga qayta ko'rik, qo'shimcha ma'lumot, tibbiy hujjatlarni yangilash yoki komissiyadan o'tish talabi kelishi mumkin. Bu hammani birdaniga jazolash degani emas. Bu avvalo kim haqiqatan imtiyozga haqli, kimning holati o'zgargan, kimning hujjatida kamchilik bor, shuni aniqlash jarayonidir. Men pensionerlar va ularning yaqinlariga birinchi navbatda shuni aytaman. Siz qaysi turdagi pensiya yoki nafaqa olayotganingizni aniq biling. Chunki hamma pensiya bir xil emas. Yoshga doir pensiya bor, nogironlik pensiyasi bor, boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi bor, ijtimoiy nafaqa bor. Qo'shimcha parvarish puli yoki kompensatsiya to'lovlari bor. Har birining talabi boshqacha bo'lishi mumkin. Masalan, birinchi holatni olaylik. 6-7 yoshli otaxon 35 yil ishlagan, ish staji yetarli, yoshga doir pensiya oladi. U kishi yurak kasalligidan davolanadi. Bosim bor, lekin nogironlik guruhi rasmiylashtirilmagan. Bunday odamga siz pensionersiz, shuning uchun komissiyaga boring deb umumiy majburiyat qo'yilishi odatiy hol emas. Agar u qo'shimcha imtiyoz, sanatoriy yo'llanmasi, nogironlik guruhi yoki parvarishga muhtojlik bo'yicha arz bermasa, uning pensiyasi tibbiy komissiyaga bog'lanmaydi. Ikkinchi misol. 22 yoshli ayol ikkinchi guruh nogironlik pensiyasi oladi. Unga nogironlik 1 yilga belgilangan. Muddat masalan 2025 yil 15 iyunda tugaydi. Agar u 15 iyungacha qayta ko'rikdan o'tmasa yoki hujjatlarni vaqtida topshirmasa, keyingi oy pensiya to'lovida muammo bo'lishi mumkin. Bu yerda xavotir o'rinli, chunki to'lovning asosi aynan nogironlik xulosasidir. Xulosa muddati tugasa, pensiya jamg'armasi yoki tegishli organ to'lovni davom ettirish uchun yangi xulosani kutadi. Uchinchi misol. 72 yoshli ona yoshga doir pensiya oladi. Lekin qo'shimcha ravishda parvarishga muhtoj shaxs sifatida ayrim ijtimoiy yordam oladi. Bunday holatda tibbiy xulosa kerak bo'lishi mumkin, chunki parvarishga muhtojlik faqat yoshga qarab emas, balki sog'liq holati
va mustaqil harakat qila olish darajasiga qarab belgilanadi. Agar xulosa muddati tugagan bo'lsa, yordam puli yoki xizmatlar qayta ko'rib chiqilishi mumkin. 4-misol. Bir odam 3-guruh nogironlik bilan ishlashda davom etmoqda. O'yga pensiya ham oladi, ish haqi ham oladi. Komissiya vaqtida uning holati yaxshilangan deb topilishi mumkin yoki aksinchasi og'irlashgan bo'lsa, guruh o'zgarishi mumkin. Agar 3-guruh 2-guruhga o'zgarsa, pensiya miqdori ham o'zgarish ehtimoli bor. Agar nogironlik bekor qilinsa, nogironlik pensiyasi to'xtashi mumkin. Shuning uchun bunday odamlar komissiya muddatini beparvo qoldirmasligi kerak. Men aniq aytaman, eng ko'p e'tibor berish kerak bo'lganlar nogironlik pensiyasi olayotgan pensionerlardir. Ayniqsa, nogironlik guruhi muddatli berilgan bo'lsa, masalan 6 oyga, 1 yilga yoki 2 yilga belgilangan bo'lsa, muddat tugashidan oldin harakat qilish kerak. Menga hech kim qo'ng'iroq qilmadi, xat kelmadi. Mahalla aytmadi deb kutib o'tirish to'g'ri emas. Chunki hujjatning muddati sizning o'zingiz uchun ham muhim. Ikkinchi xavotir olgan toifa hujjatlari eski yoki noaniq bo'lgan pensionerlar. Masalan, kasallik tarixi eski daftar shaklida qolgan, oxirgi tahlillar yo'q, davolanish bo'yicha ma'lumotlar to'liq emas, shifokor ko'rigidan uzoq vaqt o'tmagan. Komissiya bunday hujjatni ko'rib, qo'shimcha tekshiruv talab qilishi mumkin. Natijada jarayon cho'ziladi. Jarayon cho'zilsa, to'lovda uzilish bo'lishi ehtimoli paydo bo'ladi. 3-toifa yashash joyini o'zgartirganlar. Masalan, pensioner oldin Farg'onada ro'yxatda turgan. Hozir Toshkentda farzandinikida yashayapti. Poliklinikasi boshqa, hujjatlari boshqa joyda, elektron bazada ma'lumotlar to'liq chiqmasligi mumkin. Bunday holatda oldindan poliklinika va pensiya jamg'armasi bo'limiga murojaat qilib, qaysi hudud orqali hujjat topshirilishini aniqlab olish kerak. 4-toifa pensiyani ishonchnoma orqali olayotganlar. Ba'zan farzandi yoki qarindoshi pensioner nomidan pul oladi. Pensioner esa yotib qolgan. Qishloqda, kasalxonada yoki boshqa joyda bo'ladi. Agar komissiya shaxsning o'zini ko'rishni talab qilsa, mening ishonchnomam bor deyish yetarli bo'lmasligi mumkin. Chunki tibbiy komissiya moliyaviy vakolatni emas. Odamning haqiqiy sog'liq holatini baholaydi. Yoshga doir oddiy pensiya oladigan, nogironlik guruhi bo'lmagan, qo'shimcha tibbiy imtiyozga ariza bermagan pensionerlar vahimaga tushib, ertalabdan poliklinika eshigida navbat kutishi shart emas. Men bunday odamlar avvalo o'z pensiya turini tekshirib olishlarini maslahat beraman. Pensiya guvohnomasi bank kartasiga tushadigan to'lov izohi. Pensiya jamg'armasidan olingan ma'lumotnomada pensiya turi ko'rsatiladi. Agar sizga rasmiy xabar kelmagan bo'lsa, SMS, mahalla, poliklinika yoki pensiya jamg'armasi orqali aniq talab bo'lmasa, faqat ijtimoiy tarmoqdagi gapga ishonib yugurish kerak emas. Chunki vahima natijasida odamlar keraksiz navbat hosil qiladi. Shifokorlar band bo'ladi. Haqiqatan muddati tugayotgan nogironligi bor odamlar esa o'z vaqtida ko'rikdan o'ta olmay qoladi. Lekin bu befarq bo'lish kerak degani emas. Men doim aytaman. Pensioner 1 yilda kamida 1 marta o'z hujjatlarini tartibga solib qo'ysin. Pensiya turi, nogironlik xulosasi muddati, poliklinika ro'yxati, telefon raqami, yashash manzili, bank kartasi. Pasport ma'lumotlari hammasi mos bo'lishi kerak. Chunki muammo ko'pincha kasallikdan emas, hujjatdagi chalkashlikdan chiqadi. Eng muhim nozik jihatlardan biri muddatsiz nogironlik masalasidir. Ba'zi pensionerlarga nogironlik muddatsiz belgilanadi. Ko'pchilik buni umuman hech qachon komissiya bo'lmaydi deb tushunadi. Aslida muddatsiz nogironlik odatda har yili qayta tasdiqlash shart emasligini bildiradi. Lekin agar hujjatda shubha bo'lsa, noto'g'ri rasmiylashtirish aniqlansa, odamning o'zi boshqa imtiyoz so'rab murojaat qilsa yoki sog'lig'i bo'yicha yangi holat yuzaga kelsa, qo'shimcha tekshiruv so'ralishi mumkin. Yana bir nozik jihat, komissiya faqat pensiyani olib qo'yish uchun emas. Ba'zan komissiya pensioner foydasiga ham ishlaydi. Masalan, odam 3-guruh nogironlik bilan yurgan, lekin oxirgi yillarda ahvoli og'irlashgan, mustaqil yura olmay qolgan, doimiy dori qabul qiladi. U komissiyadan o'tsa, guruhi qayta ko'rib chiqilishi, qo'shimcha imtiyoz yoki parvarish bo'yicha huquq paydo bo'lishi mumkin. Demak, har bir komissiyadan qo'rqish emas. Unga tayyor bo'lish kerak. Yana bir tuzoq, hujjatlarni oxirgi kunga qoldirish. Masalan, nogironlik muddati 30 sentabrda tugaydi. Odam 28 sentabr kuni poliklinikaga boradi. Shifokorlar tahlil so'raydi. Rentgen kerak bo'ladi. Kardiolog ko'rigi kerak bo'ladi.
Navbat esa 5 kun keyinga yozilgan. Natijada muddat o'tib ketadi. Keyin pensioner men borishga ulgurdim, lekin ular qabul qilmadi deydi. Shu sababli men har doim muddat tugashidan kamida 3-25 kun oldin harakatni boshlashni maslahat beraman. Yana bir muhim masala pulli xizmatlar. Ba'zi odamlar komissiyadan tez o'tkazib beraman. Hujjat tayyorlab beraman. Guruhni saqlab qolamiz deb pul so'rashi mumkin. Men bunday va'dalarga ishonmaslikni qat'iy tavsiya qilaman. Rasmiy jarayon poliklinika, tegishli shifokorlar, tibbiy ijtimoiy ekspertiza va pensiya jamg'armasi orqali yuradi. Har qanday to'lov bo'lsa, u faqat rasmiy kassaga yoki qonuniy xizmat uchun bo'lishi kerak. Qo'lga pul berish keyin katta muammoga aylanishi mumkin. Yana bir nozik jihat komissiya qaroridan norozi bo'lish. Agar sizga guruh berilmadi, avvalgi guruh pasaytirildi yoki xulosa noto'g'ri deb hisoblasangiz, jim turib ketmang. Qaror nusxasini so'rang, asosini bilib oling. Yuqori turuvchi komissiyaga yoki tegishli tartibda shikoyat qilish imkoniyatini aniqlang. Ko'p odamlar shu joyda xato qiladi. Og'zaki xafa bo'ladi, lekin yozma ariza bermaydi. Og'zaki e'tiroz ko'pincha ishsiz qoladi. Yozma murojaat esa ko'rib chiqilishi shart bo'ladi. Endi men sizga aniq harakat rejasini aytaman. Birinchi qadam pensiya turini aniqlang. Siz yoshga doir pensiya olayapsizmi? Nogironlik pensiyasi olayapsizmi yoki boshqa turdagi ijtimoiy to'lovmi? Shuni bilib oling. Buning uchun pensiya jamg'armasi bo'limiga, mahalla mas'uliga yoki elektron xizmatlar orqali murojaat qilish mumkin. Agar internetdan foydalana olmasangiz, farzandingiz yoki ishonchli yaqinlaringizdan yordam so'rang. Ikkinchi qadam nogironlik xulosasi muddatini tekshiring. Xulosada qaysi guruh, qaysi sanagacha amal qilishi, qayta ko'rik muddati yozilgan bo'ladi. Shu sanani alohida qog'ozga yozib qo'ying. Telefoningizga eslatma qo'ying yoki farzandingizga ayting. Men oddiy qoidani tavsiya qilaman. Muddat tugashidan 45 kun oldin tayyorgarlik boshlansin. Uchinchi qadam poliklinikaga boring. O'z hududingizdagi oilaviy shifokorga murojaat qiling. Mening nogironlik xulosam muddati tugayapti. Qayta ko'rik uchun qanday tekshiruvlardan o'tishim kerak deb aniq so'rang. Shifokor sizni kerakli mutaxassislarga yuboradi. Masalan, yurak kasalligi bo'lsa kardiolog, ko'z muammosi bo'lsa oftalmolog, asab tizimi bo'lsa nevropatolog, tayanch harakat tizimi bo'lsa travmatolog yoki ortoped ko'rgi kerak bo'lishi mumkin. 4-qadam hujjatlarni yig'ing. Odatda pasport yoki ID karta, pensiya hujjati. Avvalgi nogironlik xulosasi, ambulator karta, kasalxonadan chiqish epikrizlari, tahlillar, instrumental tekshiruv natijalari, shifokor xulosalari kerak bo'ladi. Agar yaqinda operatsiya bo'lgan bo'lsangiz, operatsiya haqidagi hujjatni albatta qo'shing. Agar doimiy dori ichsangiz, retseptlar yoki shifokor tavsiyasini saqlang. Bu hujjatlar komissiyaga sizning holatingizni quruq gap bilan emas, dalil bilan ko'rsatadi. 5-qadam. Ariza va yo'llanmani to'g'ri rasmiylashtiring. Poliklinika sizni komissiyaga yuborishi uchun tibbiy asos bo'lishi kerak. Men pensiyam to'xtamasin deb keldim deyishning o'zi yetarli emas. Asos kasallik mehnatga layoqat cheklovi. Harakatlanishdagi qiyinchilik, doimiy davolanish zarurati, kundalik hayotda yordamga muhtojlik kabi holatlar bilan ko'rsatiladi. 6-qadam komissiyaga borganda tinch va aniq gapiring. Ba'zi odamlar hayajonlanib, asosiy kasalligini aytmaydi. Hujjatini unutadi, savollarga chalkash javob beradi. Men tavsiya qilaman, oldindan bir varaq qog'ozga asosiy ma'lumotlarni yozib oling. Qachondan beri kasalsiz? Qanday davolandingiz? Hozir nimadan qiynalasiz? O'zingiz yura olasizmi? Ovqat tayyorlay olasizmi? Ish qila olasizmi? Dori-darmon xarajatingiz qancha? Oxirgi kasalxonaga qachon yotdingiz? Masalan, oyga o'rtacha 350 ming so'mlik dori olaman. 200 metr yursam nafasim qisadi. Zinadan chiqa olmayman. Oxirgi mart oyida shifoxonada 10 kun yotdim degan aniq ma'lumot komissiyaga vaziyatni tushunishga yordam beradi. 7-qadam qaror nusxasini oling va saqlang. Komissiyadan keyin natija qanday bo'lishidan qat'iy nazar hujjatni yo'qotmang. Telefoningizga suratga oling, alohida papaga soling. Farzandingizda ham nusxasi bo'lsin. Keyin pensiya jamg'armasiga ma'lumot elektron yuborilishi mumkin, lekin baribir o'zingizda nusxa turgani yaxshi. Chunki tizimda kechikish bo'lsa, sizda dalil bo'ladi. 8-qadam pensiya to'lovini kuzating. Komissiyadan o'tgandan keyingi oy pul tushishini tekshiring. Agar to'lov kechiksa, darhol bankni emas, avvalo pensiya jamg'armasini ham tekshiring. Sabab karta muammosimi,
hujjat yetib bormadimi, xulosa bazaga kiritilmadimi? Shuni aniqlang. Muammo erta aniqlansa tezroq hal bo'ladi. Bir amaliy holatni tasavvur qiling. 63 yoshli erkak ikkinchi guruh nogironlik pensiyasi oladi. Nogironligi insultdan keyin berilgan. U yurishi qiyin. O'ng qo'li sust ishlaydi. Xulosa muddati 1 avgustda tugaydi. Agar u iyun oyining o'rtasida poliklinikaga borib, nevropatolog, terapevt kerakli tekshiruvlardan o'tsa, hujjatlari tartibli bo'ladi. Komissiya ham uning holatini aniq ko'radi. Natijada pensiya uzluksiz davom etadi. Endi boshqa holat. 60 yoshli ayol 3-guruh nogironlik olgan, lekin keyingi 1 yil davomida shifokorga bormagan, tahlil topshirmagan. Kasalligi bo'yicha yangi hujjati yo'q. Komissiyaga boradi, lekin faqat eski qog'ozlarni ko'rsatadi. Komissiya qo'shimcha tekshiruv talab qiladi. U tekshiruvga yana navbat oladi, vaqt ketadi. Shu orada nogironlik muddati tugaydi. Bu vaziyatda muammo komissiya yomonligidan emas, tayyorgarlik kech boshlangandan kelib chiqadi. Yana bir holat. 75 yoshli bu yoshga doir pensiya oladi. Qo'shnilardan hamma pensioner komissiyaga borarmish degan gapni eshitib, vahimaga tushadi. Aslida uning nogironlik guruhi yo'q. Pensiyasi ish staji bo'yicha tayinlangan. Unga birinchi qilinadigan ish poliklinikaga yugurish emas, pensiya jamg'armasidan yoki mahalladan menga rasmiy talab bormi deb aniqlash. Agar talab bo'lmasa, u shunchaki sog'lig'i uchun rejalashtirilgan ko'rikdan o'tishi mumkin, lekin pensiyasi komissiyaga bog'liq bo'lmaydi. Yana bir misol. 68 yoshli otaxon muddatsiz ikkinchi guruh nogironlikka ega. U muddatsiz bo'lsa, hujjatimni yangilamayman deb o'ylaydi. Ammo u yaqinda parvarishga muhtojlik bo'yicha qo'shimcha yordam so'ramoqchi. Bu holatda yangi tibbiy xulosa, shifokor ko'rigi va qo'shimcha baholash talab qilinishi mumkin. Demak, muddatsiz nogironlik ham barcha turdagi yangi imtiyozlar avtomatik beriladi degani emas. Men tomoshabinlarga yana bir ogohlantirish beraman. Hech qachon noma'lum telefon qo'ng'iroqlariga ishonmang. Agar kimdir pensionerlar komissiyasi uchun pul o'tkazing, hujjatingiz blok bo'lmasligi uchun karta raqamini ayting. Pensiyangiz to'xtamasligi uchun SMS kodini yuboring desa, bu firibgarlik bo'lishi mumkin. Rasmiy idora sizdan bank kartangiz parolini, SMS kodini yoki plastik kartadagi maxfiy raqamlarni so'ramaydi. Ikkinchi ehtiyot chorasi. Hujjatlarni begona odamga bermang. Pasport nusxasi, pensiya guvohnomasi, tibbiy xulosalar juda muhim ma'lumotlar. Ularni faqat rasmiy tashkilotga yoki ishonchli vakilingizga bering. Agar yordamchi kerak bo'lsa, farzandingiz, yaqin qarindoshingiz yoki mahalla orqali rasmiy yo'l bilan ish qiling. Uchinchi ehtiyot chorasi. Tibbiy holatingizni bo'rttirib yoki yashirib gapirmang. Ba'zi odamlar ko'proq yordam olish uchun og'irroq ko'rsatish kerak deb o'ylaydi. Bu noto'g'ri. Komissiya hujjat, ko'rik, tahlil va real holatga qaraydi. Noto'g'ri ma'lumot keyin huquqiy muammo tug'dirishi mumkin. Aksincha, ba'zi odamlar uyalib, hammasi yaxshi deb yuboradi. Aslida esa yura olmaydi, dori ichadi, yordamga muhtoj. Bu ham zarar, chunki komissiya sizning real ahvolingizni bilishi kerak. 4-ehtiyot chorasi. Har bir murojaatni yozma qiling. Agar sizdan hujjat qabul qilinmasa, sababini so'rang. Agar komissiya qarori tushunarsiz bo'lsa, izoh so'rang. Agar pensiya to'xtab qolsa, og'zaki bahs bilan vaqt yo'qotmang, yozma ariza bering. Arizada familiya, ism, pasport ma'lumoti, telefon raqami, muammo mazmuni va talabingiz aniq yozilsin. Masalan, nogironlik xulosam 10 may kuni yangilangan, lekin iyun oyi pensiyam tushmadi. Sababini tushuntirib berishingizni va to'lovni tiklash bo'yicha choralar ko'rishingizni so'rayman. Demak, asosiy fikr shuki, barcha pensionerlar bir xil tartibda majburiy tibbiy komissiyadan o'tadi deb vahima qilish to'g'ri emas. Lekin nogironlik pensiyasi, parvarish puli, sog'liq holatiga bog'liq imtiyoz yoki muddati tugayotgan tibbiy xulosa bo'lsa, komissiyaga tayyorlanish shart. Bu masalada eng katta xato kechikish, hujjatsiz bo'rish va mish-mishlarga ishonishdir. Men sizga tavsiya qilaman. Bugunoq o'zingizning yoki ota-onangizning pensiya turini tekshiring. Nogironlik xulosasi muddatini ko'ring. Kerak bo'lsa poliklinikaga murojaat qiling. Hujjatlarni bitta papkaga yig'ing. Shunda pensiya to'xtab qolishi, komissiyada sarson bo'lish yoki ortiqcha asabiylashish xavfi ancha kamayadi. Agar siz yoki yaqinlaringiz komissiyadan o'tgan bo'lsa, tajribangizni izohlarda yozib qoldiring. Qaysi hujjatlar so'raldi, qancha vaqt ketdi, qanday qiyinchilik bo'ldi. Bu boshqa pensionerlarga katta yordam beradi. Videoga like bosing
Kanalga obuna bo'ling va bu ma'lumotni pensioni ota-onasi, buvisi yoki bobosi bor yaqinlaringizga yuboring. Chunki bitta to'g'ri ma'lumot ba'zan bir oylik pensiyani, vaqtni va asabni saqlab qoladi.